qizlar bilan uylangandim. Xotin bo'lishi yaxshi. Murod! Ha! Kelin uydami? Nima desang kelding? Shu to'q so'yaylik. Nima ustimdan kulishga kelding meni? Nimaga kulaman? Hay mahallada bittasi ana xotining qassob. Endi ishim tushyapti. Xotin, Ha? senga xiyonat qilsam nima qilasan? Chopaman. Yangam qayerdalar? Nima ishing bu? Yaqinda to'yimga uylanaman, shunga mol so'ydiradilar demoqchi edim-da. Nima hammangdan kulishga kelasanmi? Oxirgi o'zingiz so'yavering bo'lmasa. Ondan qo'rqaman. Chaqirishimda. Biloza, qaragan mol so'yish kerak. Xotin, men jonima tegdi. Ayol kishiga yarashadigan ish qilsang-da. O'zingiz qiling ha, mujik. Men qondan qo'rqaman. Bilaman. Shu uchun o'zim qilyapman-da. Kelin vaqti bormi? Vaqtga nima ishing bor? Bachama sunnat to'y qilib o'tirgandim. Hay, mol so'yish kerakmi? Yo'q, sunnat qilish kerak. Jonbek, ket. Ket hozir, ket. Ket hozir o'zing sunnat qilaman, ket.